Assalomu alaykum qadrdonlar, charchamayapsizlarmi? Aziz do'stlar, bugun dam olish kuni bizda. Xudo xolasa biz chiroyligina Islom Power bilan bitta osh boshladik. Bugun bizni mehmonimiz bor. Bugun 19-aprel. Eslaringizdan chiqmasin jigarlar. Nasib bo'lsa ertaga 20-aprel kuni kechki soat 20:00 da Bekzodbek do'stimizning konserti bor. Hali videoni davomida ko'rib o'tasizlar. Men uni reklamalarini, telefon raqamlari bilan qo'yib beraman. Sizlar o'tib bilet zaynat qilishlaringiz mumkin. Bekzodbek Ismoilov xudo xolasa ertaga kechga konsert beradi. Xo'sh do'stlar. Jo'ram boshladi. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasdan yuribsizlarmi? Aziz do'stlar, xudo xolasa sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi videomizni boshlaymiz. Ko'pchilik so'rashganda oshning videosini chiqaring deb, mana bugun iloji boricha kamroq rolik qilishga harakat qilamiz. Mehmonlarimiz ham kelgan, ko'rsatib o'tamiz. Shu uchun chiroyli osh qilamiz. Qo'ldan kelgancha video boshidan bittadan like-chani bosib qo'yasizlar va sirrazi kommentariyaga kiringlar. Bizning original Telegram kanalimiz silkasi bor. Silka ustiga bosib Telegram kanalimizga kirib obuna bo'lib qo'ysangiz, barcha chiqargan videolarimiz, yangiliklarimizdan boxabar bo'lib borasizlar. Bosinlagansiz. Birinchi bo'lib qozonga nazardan keyin yog'ni soldik o'rtoqlar. Birinchi nazar son. Endi zig'ir yo'q. Atayin olib keldik. O'zbekistondan keldi. Mana o'rtoqlar, bizni mahsulotlarimiz chiroyligina shapoq go'shtlari bilan o'rtoqlar boshladik xudo xolasa. Oshimiz videoni o'tkazmasdan ko'rasizlar, chiroyli kommentariyalar bo'lsa do'stlar, nasib bo'lsa davom etaveramiz. O'rtoqlar, men videoni boshini aytib qo'yay, kelishib olaylik. Menga uydi deb kommentariya yozmanglar. Men go'sht to'g'rayman, osh yeyman. Qolgani Islom Power qiladi. Keyin Siroj Hofiz bunaqa qila olmabsan, Siroj Hofiz bunaqa qila olmabsan demang. Eng katta ishni men qilaman aka. Men yeyman, men go'shtni to'g'rab, oshni ustiga bosib beraman o'rtoqlar. Agar shu shartimga rozi bo'lsangiz, videoni ko'ringlar. Biz bu birinchi yil emas, ikkinchi yil emas. Har yili shu ahvolman. Men tuzalmayman o'rtoqlar. Shunda. Shunisiga ham shukr. Ana jo'rak bo'lsa, ana nimani ham solib oldik o'rtoqlar. Zig'ir yog'ni ustidan simishka yog'imizni ham solib oldik. O'tinchamiz yonyapti. O'rtoqlar, nasib bo'lsa ertaga kelsalar chiroyli konsert ko'ramiz, eslaringizdan chiqmasin. Qadrdonlar, bizni mehmonimiz mana jigarim. Assalomu alaykum. Rahmat, mana oshga kelinglar, oshga. Ertaga xudo xolasa konsert, hammasini chiroyli aytdi. Mana bu yerda. To'xtang. Mana o'rtoqlar. Bismillah. Mana biz Mayokada oshni boshladik dachada. Xudo xolasa. Shaxsan Islom Powerning qo'llaridan oshimiz bugun. Islom aka nima deysiz, jigar? Nasib xudo xolasa. O'zbekcha osh. Rossiyadan mana o'zbekcha osh, Moskvadan. Mazza qilyapti. Eshitdilarizmi? Eshitdilarizda o'rtoqlar. Bekzod mazza qilyapti. Bo'ldi. Bizga bitta og'aynimiz mazza qilsa bo'ldi. Voy, rahmat qara. Menchi videoda mana bu chiroyli ko'rinar ekan. Men olovda yonishiga qiziqaman-da, bu tabiiy romantikada bu. Nasib bo'lsa, xudo xolasa o'rtoqlar, ertaga mazza qilib 20:00 dan o'yin o'ynashni boshlaymiz. Musofirlar takkansa, Bekzod qizdiradi davrani. Xudo xolasa. To'g'rimi? Sizdek jigarlarim boridan xursandman, to'g'risi. Mazza qilyapsiz. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat qadrdonim. Rahmat. O'rtoqlar, endi nasib bo'lsa, sen hozir buni ustiga suv qo'yasan, sabzi bosmaysan, jo'ra. Piyoz. Keyin piyoz so'raman. Xullas, Islom Powerning prinsipi boshqacha o'rtoqlar. Men ko'rsatib boraveraman. Agar bizni ichimizda bilaman, zo'r power obunachilarimiz bor. Sizlar ham jo'ramni agar imkoni bo'lsa, usulini qo'llab ko'ringlar, balki sizga ma'qul tushishi mumkin. Ozgina shamollash bor o'rtoqlar, aybga buyurmaysizlar. Bo'lyapti, lekin. Chotga. Qadrdonlar, piyoz soladigan vaqtimiz ham keldi mana. Hoppa. Qanchalik oshni ovqat piyozi ko'p bo'lsa, shunchalik shirin bo'ladi, jo'ra, lekin me'yorida, baribir haddan tashqari emasda, to'g'rimi? Ana bu orasi ochilmadi. Endi misol men aytib turaman-da senga. Xafa bo'lma, tajribamdan kelib chiqib. Qanday tajriba bor? Uyda ovqat nima qilaman-ki? Mayli, buni obunachilardan boshqa hech kim bilmasin. Tamam. Keyin nasib bo'lsa navbat sabziga bo'ladi, uni ham ko'rsatamiz o'rtoqlar. Hali ishimiz sal ko'proq. Endi men ham o'zim qo'shib qo'yay, syomkaga olaman har holda. Qani, boshqa? Hoppa. Mana ko'rdingizmi o'rtoqlar? Sabzi solinmasidan go'sht bilan piyozimiz yaxshi qovurildi. Endi ustiga mana qaynoq suv solamiz, ya'ni tifalda qaynagan suv.
Sovuq suv solsa ham bo'laveradi. Sovuq suv solsa ham bo'ladi, men uni qaynatish kerak. Tezroq bo'lsin deb. Ha, biz endi sal kech qoldik. Agar siz sovuq suv solsangiz ham bo'ladi. Biz ozgina kech qoldik. Tembolli mehmonlarimiz bor. O'rtoqlar. Hoppa. Ana, endi bu biroz qaynab go'sht bilan piyozni ta'mi chiqqandan keyin sabzini solamiz, xudo xolasa. O'rtoqlar, men jo'ram yaxshi ko'rishim bir sirini ochaman, chunki u ovqatga dumma yog'i soladi. Chesnok bo'lib maydalamaysan? Chesnok olsam. Ha, hali solmaysan? Ana o'rtoqlar, bu yog'i vang'ir dung'ir ketdi. Nasib bo'lsa, osh ustini go'shtini maydalagan paytim dumma yog'i alohida turadi, uni o'zining egasi bor. To'g'rimi? Ha, hofiz yashang. U ana o'rtoqlar, oshni shirin qiladigan eslaringizdan chiqmasin, sariq sabzi bo'ladi o'rtoqlar. Endi men sizlarga aql bermoqchi emasman, o'zimdan kelib chiqib aytayapman-da. Bejizga sariq sabzi solinmaydi. Jo'ram ham aytib qo'yay o'rtoqlar, bizni oshga chaqirayotganlar, osh qilib ber deb chaqirayotganlar, biz xudo xolasa hamma mahsulotni o'zimiz olib boramiz. Sizga boshidan aytib qo'yay o'rtoqlar, misol bu maqtanish emas yoki boshqa narsa emas, jigarlar. Prosta biz obunachilarimiz bilan birgalikda yaxshi narsalar ulashmoqchimiz. Agarda kim o'rtoqlar 10 kishi, 15 kishi bitta kvartirada turasizmi, dachangiz bormi, farqi yo'q jigarlar. Bizni WhatsAppimizga, o'yindagi WhatsAppga +962 717 78 53 WhatsAppga yozib qo'yinglar. Mana biznikiga keling. Biz 10-15 ta odam bor desalaringiz, produktasini qilib boramiz jigarlar. O'zimiz chiroyli qilib osh qilib beramiz, qadrdonlar. Birgalikda ham suhbat, video qilib, faqat video qilishga rozi bo'lsalaringiz. Sababi biz uni olib chiqib minnat qilmaymiz. Bir obunachilarnikiga keldik deb chiroyli kontent bo'ladi, o'rtoqlar. Endi bloger ish shuda. Xo'sh, mayiz. Abzor esimdan chiqib ketib qolibdi sizlar bilan bo'lib o'rtoqlar. Mayiz soldik. Xo'sh, chesnok. Vay. Endi следующий zira. Zira ko'p emas a-chura? Yo'q. Bu Rossiyan zirasimi yo o'zimizdan olib kelding? O'zbekistondan olib keldim. Olib kelding-a O'zbekistondan? Bo'ldi. Xudo xolasa endi ozgina tuz solamiz. O'zi ruslar to'g'ri aytgan, sol deb. Solish kerak bular. Mana solyapmiz. Povrimizni ham ko'rib qo'yinglar. Ana. Endi bu yoq xudo xolasa ustiga yana hozir sabzi bosiladi. Bosasana sabzini yo sal keyinroqmi? Hozir o'rtoqlar qolganini bosamiz. Chiroyli bo'lib mana o'tinlarimiz yonmoqda. Beli beryosa. Hoppa. Chota sabzi sal kamdaga. Yo pastaga ko'p ketib qoldim. Tasham ustiga. Tashlaysizmi? Ha, kamroq. Qadrdonlar, biz nasib bo'lsa go'rishni solishni boshladik. Bu lazer a-chura? Alangamasa? Lazer. Lazer go'rish o'rtoqlar. Ben O'zbekistondan kelgan. Bu ham O'zbekistondan kelgan. Men aslida alangalik oshni yaxshi ko'raman, sababi alangani guruchlari shishib turadi. Nu jo'ram qilgandan keyin qora guruchdan ham yedim, bu nima endi o'ylaysiz. Qora guruchdan osh qilsalar zo'r aka o'rtoqlar. Qilib bilmaydigan odamlar ko'yib ketdi demang, o'zi guruch qora deysiz. Qo'lingizdan kelmaganligini hech kim his qilmaydi. Nasib bo'lsa endi guruchni bu damiga qo'yish deyilmaydi, ha? Yo'q, bu endi soldik-ku. Endi soldik, ha? Ana endi meni ishim boshlandi. Endi tagini parlatib yoqishim kerak o'rtoqlar. Chunki olovimiz mana kam yonib turibdi. Tamam, davay. O'rtoqlar kuzatishda davom etinglar. Men hozir gazini beraman. Oshimiz guruchini bir marta aylantiradigan joyiga keldi o'rtoqlar. Endi kech tushib kelyapti, ozgina syomkada nimalik bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar o'rtoqlar. To'g'ri tushunasizlar, endi o'sha kech tushyapti. Har zaman olovni ko'rsatib qo'yaman, sababi bu
tabiat realniy romantikasi bu o'rtoqlar. Xo'sh. Hali damiga qo'yilmaydi, cho'ra? Yo'q, bittadan. Yana bitta aylantiramiz, keyin damiga qo'yamiz. Keyin o'rtoqlar bu yog'ini ana biz boshlab beramiz. Sizlar videoda ko'rasizlar. Agar realni ko'rmoqchi bo'lsangiz, yana qaytar aytaman. Bizning WhatsAppimiz +7962 717 78 53 ga yozib qo'ying. 10-15 ta odamimiz bor. Kelib Islom Power bitta osh qilib bering desangiz, jo'ram tayyor, kapkir tayyor. Qozon o'chog'ingiz bo'lsa bo'ldi aka, bozorligini qilib boramiz.